2026-yil 15-mayda Rubisla bog'imizdamiz. Buni hosiliga bittadan baho berib qo'yasizlar. Bitta shoxda o'zida 2 kilo, 3 kilo meva bor. Juda ham barakali o'rik hisoblanadi. Bu yil ko'rdilaring, 70-80% o'riklar sovuq urib ketdi, lekin bu navdagi o'riklarimizga sovuq unchalik ta'sir qilmaydi. Bog'imizning sxemasi 6 ga 4 shaklda bo'ladi. Bitta tutdami deganlar uchun ularni ham ko'rsatib qo'ying. Mana. Hammasi bir xil holatda, tovarning vid juda ham yuqori bo'ladi, kalibrlari ham joyida bo'ladi do'stlar. Mana ikkitasini o'zi 300 gram chiqib beraveradi do'stlar. Juda ham chiroyli holatda. Buni ko'chatlardan kerak bo'lsa, kuzgi ekish mavsumlariga ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Mana holatlari juda ham go'zal holatda. Ishonchli ko'chatlardan bor do'stlar. Xuddi shu bog' orqali ko'paytirilgan bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar.